adasi, ichishni bas qiling. Ichishni bas qilsangiz, ichishni tashlasangiz, antiy qo'chqorni olib kelib oyog'ingiz tagida so'yardim. Va kendi, men prichom bo'tdi va. Eringizga men qo'yib beryapmanmi? Menga nima deysiz? Borib aramagan ichini so'ying. Men ichmayman bilan ichganlarni o'tirmayman ham. Adasi, maktabdan qizingiz ustoz telefon qilib javob berib yuboring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Rahmat, sizni so'ragandek yaxshi bo'lib qoldik. Biz maktabimizda remont bo'lyapti-da, o'shanga qo'lingizdan kelgancha hissa qo'shib yuboring. Masalan, bitta o'quvchimiz adasini magazini bor-da, ular bizga polni kraskalarni olib beryaptilar. Sizning qo'lingizdan nima keladi? Nima yordam bera olasiz? Men qo'limdan hech qo'la kelmaydi. Qayerda ishlaysiz? Men hokimiyatda ishlayman. Ha, hokimiyatdami? Hokimiyatda bo'lsa, ha, yo'q, biz maktabimizga hech narsa kerak emas. Hamma narsasi joy-joyida. Telefon qilayotganim shu qizingizni o'qishdan xabardor bo'lib turing, qarab turing deb telefon qilyapman. Men joningdan sog'laysan. Oilaga shukur. Mayli, xo'p. Adasi, nima aldadingiz? Hokimiyatda oddiy qorovul bo'lib ishlaysiz. Hokimiyatda, zato hokimiyatda ishlayman. Zato hokimiyatda, bu boshqa narsa. Meni ham yaxshi yashagim keladi. Boy bo'lgim keladi. Lekin ishlagim kelmaydi-da.